Aniq bilaman, shayton oldingizda turibdi. Chunki bu videoda oxirgacha ko'rsattirmaydi ham, like ham bostirmaydi. Ko'pchilikka jo'nattirmaydi ham, repost ham bostirmaydi. Hamda ehson ham qildirmaydi. Nima uchun? Shaytonning birgina maqsadi bor. Musulmonlarning ishi bitmasin. Musulmonlar zalolatga ketsin. Ular oyat hadisga amal qilib jannatiy bo'lib ketmasin deydi. Lekin Alloh taolo nima deydi? Yaxshi ishga sherik bo'lgan. Ehsonning mukofoti faqat ehson deydi. Do'stlar, siz bilan biz mo'min musulmonlar kimga gapiga kiramiz? Shaytonnimi yoki Rahmonnimi? Hammamiz o'zimizning qo'limizda turibdi. Siz 10 ming so'm ehson qilingki, siz bilan bizning onalarimiz ham mana shu ulug' yoshlarga yetib yursin. Agar onangiz o'tib ketgan bo'lsa, ehson qilingki, mana shu qilgan ehsoningizning ajrlari, savoblari onangizning ruhini shod aylasin. Chunki nimaga? Bu qurilayotgan uy boshlariga musibat tushgan boshpanasiz qolgan 75 yoshdan ulug' bo'lgan onaxonimiz uylari. Do'stlar, bu dunyo kalkulyatorida cho'ntagingizdan 10 ming so'm chiqsa ziyondir. Lekin Alloh taoloning kalkulyatorida bunday emas. Balkim Alloh taolo bergan arzimagan 10 ming so'm pulingizga uy qurganlik savobini, mana shu uyni og'irligichalik savoblarga qiyomat kuni to'ldiradi siz bilan biz inshaalloh. Do'stlar, mana shu uy 10 ming so'mga bitdi. Ko'rib turgan uylaring. Steyashga ham, devor ham, eshik rom ham, polpatalo ham, usta haqlari ham 10 ming so'mga ishlashyapti. Siz tushirgan 10 ming so'mga. Lekin aslida katta summalar ketyapti. Lekin ko'pchilikniki birlashib turib 10 ming so'mdan yig'ilib, mana shu uy bitdi. Ajrlari ham inshaalloh hammamizniki bo'ladi. Shunday ekan ozgina kamchiligimiz bor. 2026-yil iyun oyida turibmiz. Mana shu oy bitkizib topshirishlikda arafasidamiz. Ozgina qiyinchilik bo'lyapti do'stlar. Menimcha bu dunyoda hozirgi kunda siz bilan biz ko'rib turganlar kartasida 10 ming so'm yoki kartasi yo'q inson bo'lmasa kerak. Shunday ekan qizg'onmanglar do'stlar. Yoki bo'lmasa 10 ming so'mga nima beradi o'zi aslida? Bugungi kunda bitta shirin suv berishi mumkin. Mayli, ehson uchun, oxiratda chanqog'idan qutulishlik uchun ana shu suvni ichmasdan ehson qilib olsangiz ham bu shaytonni yenggan bo'lasiz inshaalloh. Do'stlar, bu 10 ming so'm pulni o'zim uchun so'ramayapman. Jamoa uchun so'ramayapman. Xudo uchun so'rayapman va siz uchun so'rayapman. Chunki bu oxiratga borganingizda albatta asqotadi. O'shanda afsus qilmaysiz, xursand bo'lasiz. Yaxshi ham shu videoni ko'rib ehson qilgan ekanman deysiz. Chunki bu videoni ko'rib turib yaxshilikka qo'shilmaslik ham menimcha qalbi toshlarning ishi. Pullaring yo'q bo'lsa, mana shu videoni 10 ta 15 ta odamga jo'natib qo'yinglar, inshaalloh bu ham ehson qilganlikka kiradi inshaalloh. Salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Ko'rganda ko'rishguncha.